Bu dolchalar yaqinda pishib yetiladi va eksportga yo'naltiriladi. Sizga muhim faktni aytmoqchiman. O'rik mahsulotini yetishtirish va eksport qilishda O'zbekiston dunyo mamlakatlari ichida yetakchilardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda bu natija o'z-o'zidan kelmadi albatta. Davlatimiz rahbarini yangilanishlar davrida agrosanoatni rivojlantirish, yerlardan unumli foydalanish, yerga ilm bilan yondashuv borasidagi ko'rsatgan tashabbuslari bu harakatlarning asosi bo'lgan farmon va qarorlarining natijasi bu. Va bugungi kunda tog' oldi hududlarni o'zlashtirish, unumi past bo'lgan yerlarda sanoatlashgan bog' va tokzorlarni barpo etish borasidagi tashabbuslari bugun respublikaning barcha nuqtalarida bo'y-bast ko'rsatmoqda. Jumladan, Namangan viloyati Pop tumanida ham. Bu bog'ni yaratishda zamonaviy imkoniyatlar ishga solingan. Har bir jihatga ilm bilan yondashuv bo'lgani uchun ham hosildorlik yuqori. Ekilgan ko'chatlar bir yilda hosilga kirib, yil sari hosildorlik karrasiga ortib boraveradi. Eng muhimi esa suvni kerak bo'lsa 5 barobargacha tejay oladi. Bu kabi sanoatlashgan bog' hosillari uchun Yevropa bozorlari va eksport geografiyasi yil sari kengayib borayotgani, yangilanishlar davrida O'zbekistonning qishloq xo'jaligiga, xususan agrosanoatga bo'lgan yondashuvning natijasi. Aynan davlatimiz rahbarining respublikada agrosanoat sohasiga yangi bozor mexanizmlarini joriy etish hamda sanoatlashgan bog' va tokzorlarni barpo qilishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ayni harakatlar sur'atiga yangi kuch bag'ishladi. Mana shu mazkur farmon bilan 43200 gektar maydonda sanoatlashgan bog' barpo qilish belgilangan. 24-yilda 14000 gektar joylanma qilindi. Hozir bahor oylarida shu kungacha 14000 gektar ortiq maydonlar 1600 ta tashabbuskor tomonidan qilindi. Mana biz ko'rib turganlardek ushbu dala maydonimizda sanoatlashgan bog'larga o'tilgan. Bu degani nima degani? Sanoatlashgan bog' degani asosan yuqori daromad hosil beradigan. Tan olishimiz kerak. Men ko'p joyda aytamizki, oldinlari ko'chatlarga kafolat yo'q edi. Ko'chatlar qanday? Ko'chatlar hamma xohlagan tadbirkor, bog' qiluvchilar ko'chalardan, bozorlardan ishonchsiz, bilmasdan ekardi. U bog'ini ko'padi ko'chatini genetikasi aniq emas, uni avlodi aniq emas, uni navi aniq emasda, faqat turishiga qarab olardi. Olib borib bog' qilib ekadigan bo'lsa, bog'larning sifati yaxshi bo'ladi. Qoni bor, sifat yo'q edi. Shuncha mingga yetar respublikada bog'imiz bor deb yurardik, lekin sifatimiz yo'q edi. Bugungi kunda sifatga asos e'tibor. Shuning uchun biz sanoatlashgan bog'da asosan mazkur farmon bilan bundan buyon kafolatlangan, sertifikatlangan ko'chatlar ekish belgilangan. Agrosanoatni rivojlantirish agentligi tomonidan Namangan viloyatining Pop tumanida tashkil etilgan seminar va press-tur sohaning eng ilg'or jihatlarini targ'ib etish, ommalashtirish borasida muhim lokatsiya vazifasini o'tadi. Muloqotlar Turkiyadan kelgan ko'p yillik tajribaga ega agrar soha mutaxassislari uchun qizg'in kechdi. 2,5 yıldır Özbekistan'a 2,5 yildan beri O'zbekistonda agronom sifatida, maslahat sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Hozir mana tajribamdan kelib chiqib aytaman, ko'rib turibman, O'zbekistonda bog'dorchilik yo'nalishi juda shiddat bilan tez rivojlanib bormoqda. Buni ostida nima yotibdi? Ya'niki davlat tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar, insonlarning mehnati, davlat rahbari tomonidan bog'dorchilik yo'nalishiga alohida berilayotgan e'tiborlar. Turkiyada bizda yerlarning o'lchovi gektar sifatida emas, dekar sifatida o'lchanadi. Dekar sifatida aytadigan bo'lsak, bizni 1000 dekarimiz sizlarni 10.000 gektarga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi mana shu o'tkazilayotgan press tur sizda qanaqa taassurot uyg'otyapti? Bilasizmi, bu press tur ayni kunlarda kerak bo'lgan press tur. Sababi nimada? Birinchi o'rinda o'sha prezident farmonining amaldagi ijrosini ta'minlashda kimning kuchi? Ommaviy axborot vositalari vakillarining kuchi bevosita kerak. Sababi bu farmonni mazmun mohiyati, uning afzalliklarini aholi ichiga olib kiradigan ham albatta jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari vakillari. Eng asosiysi menga hozir o'zimda ham qiziqish uyg'otgani sanoatlashgan intensiv mevali bog'lar nima ular? Aholiga shuni yetkazib berish kerak. Mana hozir biz ko'ryapmiz, bu yerda o'sha intensiv bog'da tashkil etilgan tomchilatib sug'orish, eng zamonaviy texnologiyalar, ya'ni tomchilatib sug'orish. Buning natijasida biz aytyapmiz, suv tejaladi deyapmiz. Bu demak, suvsiz yerlarda ham bemalol bog' tashkil etsa bo'ladigan bitta variant. Undan tashqari o'sha bir vaqtda o'zida suv bilan birga minerallarni ham yetib borishi ko'chatlarga va bevosita bu o'sha
o'sha olinadigan mahsulotning yuqori hosildorligini ta'minlaydi. Eksport salohiyati oshadi. Demak, mamlakatlar o'rtasida savdo sanoat aloqalari ham yanada mustahkamlanadi. Demak, biz jurnalistlarning vazifamiz aynan mana shu jihatlariga urg'u berib, aholiga buni yetkazib berish va bunday bog'larni tobora kengaytirishda xizmat qilishimiz kerak. Shu jarayonga biz qo'shildik. Press-turni aynan shu soha bo'yicha birinchi respublika miqyosida Namanganda boshlanishi o'ziga xos start loyihasi deb bilamiz. Bu jarayonda aynan agrar masalada boshlanishi aynan sanoatlashgan hududdan bugungi kunda mevalarni sanoatga aylantirish, aynan buguni uni mahalliy bozorga olib chiqib sotish emas, quritish, hatto uni qayta ishlash, kerak bo'lsa uni danaklaridan quvvatlovchi boshqa bir moddalarni ishlab chiqib eksportga yo'naltirish bugungi kuni dolzarb mavzulardan va bu mavzuni bugungi zamon jurnalistika tili bilan aytganda trend darajaga olib chiqish, hashtag bilan mass media tarmog'ida keng ommalashtirish uchun bugun jurnalistlarimiz mana shu bog' gektar hududida bo'lib turibdilar. Press-turni albatta ishonamizki, respublikamiz barcha hududlarda keng qanotli doirada birgalashib davom ettiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda 2024-2025 yillarda tog' oldi va qir adirliklar, iqtisodiy samarasiz hamda eskirgan bog' va tokzorlar o'rnida yangidan sanoatlashtirilgan intensiv mevali bog' va tokzorlar barpo etish borasidagi prezident tashabbusi bugun respublikaning har bir hududida amalda. Bu tashabbus samarasi esa aniq faktlar, real natijalar bilan ishtirokchilarga taqdim etildi. Agentlik tomonidan mana shu 1632 ta tashabbuskorlarga har biriga borib ularga teo ishlab chiqib beryapmiz. Teo deganda uni masalan shu yer maydonini kartasi, qayerda ekadi, uni navi tushadimi, tuproq tahlili, suv tahlili, ilmiy xulosa, ko'chatga kafolat, ana shularni hammasini agentlik tashabbuskorlar bilan hamkorlikda talabgor bilan ishlab chiqarib beryapti-da, talabgor shunga qarab bog' qilyapti. Ertaga bu kafolatlangan bog' bo'ladi. Hozir boshlangani mana respublika bo'yicha 14,000 gektar maydonga sanoatlashgan bog' taqdim qildik. Mana Namanganda asosan eng kattamiz mana vodiyda Namangan viloyatida 4,000 gektar belgilangan. Farg'ona viloyatida 3,000 gektar, Andijon viloyatida 3,000 gektar, mana Samarqand viloyatida bilan o'tmadi, Jizzax viloyatida mana boshlangan, Surxondaryo viloyatida shu sanoatlashgan bog'lar boshlangan. Bu degani mana invitrodan ko'paytirilgan payvandaklarga ulangan ko'chatlarni ekib sanoat kafolatli bog' qilsa, har bir ko'chatga 25 ming so'mdan sarflangan ko'chatning narxini 50% qoplab subsidiya beriladi. Mana imkoniyat. Yana bog' qiladigan bo'lsangiz, oldingiga biz taqqosdan bo'lsak, mana muhtaram prezidentimiz ushbu farmon bo'yicha aniq vazifa belgilanganda, oldin bir gektar bog'ga tomchat qilsa, bog' uchun 6 million, uzumzor uchun 8 million beradi. Hozir bog' tokzor sanoatlashgan bog' qilsangiz, tomchatni sug'orish qiladigan bo'lsangiz 16 million so'mgacha bir gektar beryapti. Mana bizga yangilik, o'zgarishlar. Ko'chatimizga 25 ming so'mgacha, bir dona chipalarimizga 15 ming so'mgacha sarflangan bog'ini 40% gacha, 40-50%ni davlat tomonidan subsidiya qoplab beradi. Buni biz agentlik tomonidan shu tashabbuskorlarga subsidiya beryapmiz. Jurnalist va blogerlar, xalqaro axborot agentligi vakillari, qo'shni mamlakatdan kelgan jurnalistlar uchun yangi jihatlar ochiqlandi, yangi manbalar ulashildi bu tadbirda. 50 grammdan bo'lsa 50 kilo har bitta daraxtda meva bor. Bu degani 660 ta bo'ladigan bo'lsa, har bir gektarimizni mana 600 ta deb olaylik. Eng kamida 30 tonna yuk bor. 4-yil olinadigan hosil uchun ideal natija hisoblanadi. 5-6-yillarda har bitta ko'chatingiz 70 kilogacha hosil berish salohiyatiga ega. Asosiy qo'yilgan maqsad yuqori hosil, kalibr erishiladi. 2020-yil ekilgan bo'lsa, 21-yil birinchi hosil olingan. Demak, bu 4-hosil. Hozir ko'chatni salohiyatidan kelib chiqqan grafikimizda hosilimiz o'ylaganimizdan ko'ra ko'proq bo'ldi. Bu yil ham xuddi shunaqa kelyapti. Ham bu o'rina nima plyusi qo'rqish kerak emas. Ko'proq hosil berdi, daraxt qarib qoladi degan gap yo'q. 50 yil, 70 yil hosil beraveradi. Masalan, realizatsiyasi 95% eksport. Eng asosiy eksportimiz Rossiyaga, Birlashgan Arab Amirligi, Saudiya, Koreya. 2025-yil rejasida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda tog' oldi va qir adirlik, iqtisodiy samarasiz hamda eskirgan bog' va tokzorlar o'rnida 29,2 ming gektar yangilangan sanoatlashgan intensiv mevali bog' va tokzorlarni barpo etish ishlari bor. Belgilangan lokatsiyalarning har birida yuqori sur'atda ish olib borilmoqda.
yangi zamonaviy bog'lar barpo etilmoqda.